Qadrli yurtdoshlar, endilikda to'ylarda necha kishi ishtirok etishi ma'lum bo'ldi. To'y va marosimlar o'tkazilishi qat'iy nazoratga olinadi. Oila va xotin-qizlar qo'mitasi axborot xizmatining xabar berishicha, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 16-sentyabrdagi 589-sonli qaroriga muvofiq oqilona iste'mol dasturi doirasida to'ylar, marosimlar va oilaviy tadbirlar belgilangan tartib asosida nazoratga olinadi. 2026-2030-yillar dolzarb oziq-ovqat xavfsizligi davri deb e'lon qilindi. Bu davrda ortiqcha isrofning oldini olish, aholiga yetarli va sifatli oziq-ovqat yetkazib berish choralari amalga oshiriladi. Qarorga asosan to'y va marosimlar 2019-yilda tasdiqlangan nizom asosida o'tkaziladi. Joriy yildan boshlab oilaviy tadbirlarda 200 nafargacha, osh marosimida 250 nafargacha, qo'shaloq to'ylar va hasharlarda 250-300 nafargacha mehmon qatnashishi mumkin bo'ladi. Milliy an'analarimizga to'g'ri kelmaydigan, ortiqcha vaqt va xarajat talab qiladigan urf-odatlar va shou tadbirlar taqiqlanadi. Jumladan, kuyov navkari, ota ko'rdi, sep yoydi, pul tarqatish, mato ulashish va hokazolar. Bu yangilikni dabdaba bilan to'y qilmoqchi bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying.